Assalomu alaykum. Mana bugun Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidamiz. Surxon Bronzatosh MCJ korxonasida mana 855H Max modeldagi pogrushchigimiz. Bu kishilarda 2 kishi bor. Bularda 2 ta bor. Texnikadan karyerlari. Aka, texnika haqida 2 og'iz bir gapira olasizmi? Texnika haqida 2 og'iz. Yaxshi, yomon tomoni farqi. Yomon tomoniga menimcha hali chiqmadi yangi texnika. Ishlab turibmiz. Kuniga 8 soatdan 16 soatgacha ishlatamiz. Ha, X-meni. Bir smena kuniga 8 soat, endi ishga qarab. Ha, 16 soatga ham bo'lishi mumkin. Ha. Halicha motor, taraka, bu tomondan hali chiqqani yo'q. Yaxshi. Texnikadan mamnunmisiz? Ishlashga yaxshi. Ha. Tavsiya qila olasizmi boshqalarga? Ha. Rahmat aka.